Assalomu alaykum, mening aziz Bilimli bolajon kanalining asl o'quvchilari. Bugun 11-dars so'roq gap haqida ma'lumot olamiz. 65-mashq. Rasm asosida 3 ta savol tuzing. Mana bu joyda rasm turibdi. Rasmga shunday savollar qo'yamiz. Bu yerda birinchi savol: bolalar nima qilishyapti? Ikkinchi savol: bu yerda nechta o'quvchi qatnashyapti? Bolalar dars qilishyaptimi? Bu 3 ta gapning ham oxiriga so'roq belgisi qo'yiladi. Mashq asosida 3 ta gap tuzildi. Bolalar nima qilyapti? Bu so'roq gap. Bolalar dars qilyapti. 3-savol, savolga javob: bolalar sho'xlik qilmanglar. Bu yerda undov gap. 3 ta gap tuzildi. Birinchisi so'roq gap, ikkinchisi darak gap, uchinchisi esa undov gap. So'rash mazmunini bildirgan so'zlar so'roq gaplar deyiladi. So'roq gaplarning oxiriga so'roq belgisi qo'yiladi. 66-mashq. Matnni o'qing. Gaplarning mazmuniga e'tibor bering va gap turlarini aniqlang. Vaqt bebaho ne'mat. Insoniyat vaqt bebaho boylik ekanini qadimdan e'tirof etib, uni juda qadrlagan. U shunchalik tez o'tib ketadiki, hatto payqamay ham qolasan kishi. E'tiborlisi, kimdir uni samarali, foydali o'tkazib, oilasiga, do'st birodarlariga naf keltirsa, yana kimdir uni behuda sarflaydi. Vaqtni inson foydasiga qanday xizmat qildirish mumkin? Savol berilgan bu joyda. So'roq belgisi qo'yilib turibdi. Inson manfaatiga xizmat qildirishning yo'li doimo ezgu maqsadlar bilan yashash, ilm va kasb hunar o'rganish, el yurtiga halol xizmat qilish. So'roq gapni ko'chiring. So'roq ifodasini bildirayotgan so'zni toping. So'roq gapni darak gapga aylantiring. Qanday degan so'roq gapni so'roq gapga aylantirib turibdi. Vaqtni inson foydasiga yaxshi xizmat qilish mumkin desak, bu yerda darak gapga aylanadi. Mana bu joyda 68-mashq. Berilgan so'zlar ishtirokida darak, so'roq va buyruq gaplar yozing. Mana bu joyda 4 ta rasm turibdi. Tepasida o'qi, ek, uxla va yana oxirgisi kel degan so'zlar bilan biz har qaysiga 3 tadan gap tuzishimiz kerak. Namuna: men qiziqarli ertak o'qidim. Sen kitobingni o'qidingmi? Kitobni o'qi. Ya'ni birinchi rasmga javob. Ikkinchi rasmga esa davom ettiramiz. Ya'ni uy ishi ekan. Men gul ko'chati ekdim. Ya'ni bu yerda ek degan so'z yozilgan. Sen gul ko'chati ekdingmi? Birinchi gapimiz darak gap, ikkinchi gapimiz so'roq gap. Gul ko'chati ek. Bu undov gap. Men uxlab dam oldim. Darak gap. Sen uxladingmi? So'roq gap. Sen uxla. Undov gap. Kel rasmiga ham siz o'zingiz davom ettirib yozib qo'ying. 69-mashq. Berilgan gaplarni darak va buyruq gaplariga aylantiring. Birinchi gap: men idishlarni yuvdim. Men idishlarni yuvdim. Sen idishlarni yuvdingmi? Idishlarni yuv. Ikkinchi gap: Anvar chiroyli yozdi. Darak gap: Anvar qanday yozdi? Ya'ni yoki bo'lmasa Anvar chiroyli yozdimi? So'roq gap: Anvar chiroyli yoz. Undov gap. Yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Nuqta. Darak gap: yo'l harakati qoidalariga rioya qil. Undov gap: yo'l harakat qoidalariga rioya qildingmi? So'roq gap.
Chiroyli yozishni mashq qildik. Darak gap. Chiroyli yozishni mashq qil. Undov gap. Chiroyli yozishni mashq qilasizmi? 5. gap. Tanaffusda hovlida o'ynang. Darak gap. Tanaffusda qayerda o'ynang? Hovlida o'ynaysizmi? So'roq gap. Tanaffusda hovlida o'yna. Undov gap. Va keyingilarni ham xuddi shu tarzda bajarib qo'ying. Uyga vazifa 72 mashq. Matnni o'qing. Tinish belgilarini qo'yib matnni ko'chiring. Meva sharbati. Inson sog'ligi uchun meva sharbati ichib turish nihoyatda foydali ekanini bilasizmi? So'roq gap. O'lkamizda turli shifobaxsh mevalar ko'p. Ularni yeyish juda foydali. Undov gap. Lekin ularning sharbatini ichish kishini yanada sog'lom qiladi. Undov gap. Uy sharoitida sharbat tayyorlash oson. Darak gap. Bu haqida yozilgan maxsus kitoblar bor. Darak gap. Ulardan foydalanib sharbat tayyorlashni o'rganing. Undov gap. Sog'ligingizni asrang. Undov gap. 76 mashq. Uyga vazifa. O'qing. Matnni davom ettiring. Tonggi badan tarbiya mushaklarning uyqudan uyg'onish uchun juda zarur ekanini bilasizmi? Tongda jismoniy mashqlar uchun 10 daqiqa vaqt ajrating. Shuning o'zi ham kun davomida o'zingizni tetik his qilishingizga yordam beradi. Davom ettirishimiz kerak. Men ham ertalab turib badan tarbiya qilaman. Siz ham shug'ullanasizmi? Oilangizcha? 2 so'roq gap tuzildi. Uyga vazifa 79 mashq. So'roq belgisini joyiga qo'yib, gaplarni ko'chiring. Savollarga javob bering. Makkajo'xori donidan nima tayyorlanadi? So'roq. Uning nimasidan arzon va shirin pechenyelar tayyorlanadi? So'roq. Makkajo'xorining bargi va so'tasidan nima qilinadi? So'roq. Qanday boqilgan mollar yaxshi semiradi? So'roq. Makkajo'xori donidan nima tayyorlanadi degan gapga javob. Makkajo'xori donidan un va kepak tayyorlanadi. Uning nimasidan arzon va shirin pechenyelar tayyorlanadi? Uning tayyorlangan unidan arzon va shirin pechenyelar tayyorlanadi. Makkajo'xorining bargi va so'tasidan nima qilinadi? Makkajo'xorining bargi va so'tasidan mollar uchun ozuqa tayyorlanadi. Qanday boqilgan mollar yaxshi semiradi? Makkajo'xori donini va uning tayyorlangan ozuqa mollarni yaxshi semirtiradi. Savollarga javob berildi.